Stomatolog tish doktoridan uyingizga sovchi keldi. Turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Aka, bo'ladigan gapni gapiring. Nimaga? Stomatologlar ham normalmi-yu? U stomatologiya erkaklarga xos ish emas-da. Undan ko'ra yer chopsin. U qizlarga xos-da, o'shaning uchun. Stomatolog boladan sovchi keldi. Turmushga chiqarmadingiz? Yo'q, chiqmasdim. Nimaga? Ular pul topishadi, pasportlarimni yetmaydi. 500 ming topadimmi? Yo'qmi? Meni boqolmaydi ular. Chidolmayman. Stomatolog bo'lib ishlaydigan boladan uyingizga sovchi keldi. Turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Yo'q. Nimaga? Importni bo'lmish bo'ladi-yu ular. Men importni bo'lmish, meni otim Tohir aka. Stomatolog boladan uyingizga sovchi keldi. Turmushga chiqarmadingiz? Yo'q. Nimaga? Bu vkusimga to'g'ri kelmaydi. Meni yo'nalishim emas-da. Bilmadim, men bu yo'nalishga qarshiman. Senga o'xshagan mollarni 28 yildan beri ersiz o'tyapman. Shu videoni stomatologlarga tashlab qo'yamiz.